O'zbekistonda yagona desak ham bo'ladi, qadrdonlar, zavodskiy holatda turibdi. Faqatgina asvejit qilingan xolos, qolgan hamma joyi radniy holatda turibdi deyshti. Ma'lumotlarni beraman. 3 tonnalik gavnomozimiz sotuvda. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Qadrdonlar, aytib o'tganimizdek, zavod holatda, radniy holatda turibdi. Faqatgina asvejit qilinganini hisobga olmasalaring, biror joyi yechilmagan, biror joyi almashmagan gaz ellikuvchimiz 89-yilda ishlab chiqarilgan. Orqadagi bochkasi 3 tonnalik deysiz, hoji aka? Trishenasi yo'q, svarka bo'lmagan. Shu radniy holatda turibdi aka. Yo'q. Motorlari qachon qilingan? Motorini kalsavatmi nimadir qilgan sal yaqinda. Ha, kalsavat qilingandan beri ishlatilgan ham yo'q, texnika. Shundayligicha turibdi. Buni qachon olgansiz o'zi texnikani? 20 yil bo'ldi. Mashalloh. Unaqa katta ko'chalarga chiqib, unaqa xalq leva qilmagan. O'zimiz uchun ishlatganmiz, kanalizatsiyaga shuni olib chiqib tashlaganmiz. 1-2 kilometr. Faqat o'zlaring uchun ishlagan texnika. Buni ko'ringlar, benzinda turibdi, umuman metan ham ustanovka qilinmagan ekan, lekin texpasportda kitobchalik ekan. Agar mabodo metan qilamasalaring, qilish oson. Ya'ni o'zimizga xizmat qilgandi bu, unaqa ko'chada leva qilmagan. Ko'chalarga chiqib unaqa ko'p ishlagan mashina emas. Ana oldi balonlari ham 90% dan baland turibdi-da. O'zi gaz ellikuvchilar balon yemaydi aslida. Shunaqa. Tem bo'lib bu gavnavoz 3 tonna yuk oladi xolos, mana ko'ringlar. Buni Samasval qorsa ham maza qilar ekan tog'gan odam, ha. Hoji aka, kabinalari DTP bo'lmaganmi? Hech qayerda tekis hamma joyi. Buni shunday turgan joyda asvejit qilib qo'ydilaring. Hech qayerni yechmasdan. Kraskasi sal kuygan edi. Ha, to'g'ri. Asvejit qo'ydigan. Mana motorlarni ko'ringlar. Faqat bir marta ko'rsatib qildingiz xolos, ha. Umuman avtorasot qilmaydi, 1 gramm. Karotkalarda tashash yo'q, chertish yo'q, so'rishdan. Reduktorlarda o'sha yo'q. Reduktorlarda o'sha yo'q. Endi zavoddan chiqqan zar 3 tonnadan ortiq yuk olmagan u. Qayerda qiynaladi endi bu. Karoza ham tushmagan ekan haqiqatan ham. Ko'ringlar. Kabinalari ham zo'r turibdi. Mana shaybalarni ko'ringlar, shu 89-yil zavodda qatirilgan. Shaybalari ham haqiqatan ham hech qayeri yechilmagan, ochilmagan. Gaz ellikuvchi motor, korobka, moslar radnoy o'ziniki. Nasoslari katta nasosli deysizmi? Katta nasos, ha. Qiynalmas ekanda, bir deganda to'ldirib qo'yaveradi. Mashalloh. Bu kardanlari ham yechilmagan shekilli umuman, hoji aka. Mashalloh. Zo'r turibdi texnika ko'ringlar. Endi buni ramasiga treshena tushishi umuman mumkin bo'lmasa kerak, chunki aytib o'tganimizdek 3 tonna yuk oladi xolos. Ko'ringlar. Hujjatlar o'zingiz nomingizda? Hammasi o'zimiz. Muammo yo'q hujjatlaridan, xudo xolasa. Ha, yo'q. Ko'ringlar mana. Zavod holatda turgan shunaqa 53 ko'rganmisizlar? Biror joyi yechilmagan, almashmagan, zavoddan qanday chiqqan bo'lsa shundayligicha turibdi, ko'ringlar. Bu texnikamiz Toshkent shahar Sergeli tumanida turibdi. Ekranda pastga kelgan nomerni qoldiramiz, xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Hoji akamning mo'ljallari ozgina balandroq ekan, kelib ko'rsatib, sotilayotgan texnikalar ko'rsatib, maslahatlashib 6 ming narx qo'yamiz, yana o'tib berasiz dedim. Xudo xolasa, naqd pul bilan kelsalaring yana sunnatiga o'tib berishadi. Lekin haqiqatan ham mashina zavod holatda turibdi. Bu video roligimizni 3 tonnali gavnavoz asilizator qidirib yurgan do'stingizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalardan, narxlaridan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolarni bersin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.